Qazan kabini ailede qaysi xil usulda etsek bekerek o'xshatanlaymiz degan qizlar. Ma filmni seyretmey axırgacha ko'ringlar. Bugun ailede en adi usulda qazan kabini tayyorlash usulini olib keldim. Aldı bilan uyimizdagilarning jonsanini qarta, muvofiq miqdorda qo'ygish tayyorlab olamiz. Tayyor qilib olgan go'shtni quruq bir qacha qo'yib olgandan keyin go'shtning ustiga muvofiq miqdorda tuz, qarimuch, lazqiyami, janyo muvofiq miqdorda suv qo'yib, yaxshi bir aralashtirib go'shtni 10 minut atrofida tamlantirib tayyor qilib olamiz. Andan bu qozon kabiga hech qanday suv ishlatmaymiz. Muvofiq miqdorda quyruq may tayyorlab olgandan keyin tayyorlab olgan quyruq mayni filmda ko'rsatgandek nebizroq holatda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Tayyor qilib olgan quyruq mayni qozonimizning ostiga tekshir bir quyib olgandan keyin quyruq mayning ustiga bayatdan tamlantirib qo'ygan go'shtimizni silib, normal o'tda 10 minut atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Bu oraliqda mushu qozon kabining tetitqusini tayyorlab olamiz. Quruq bir qachiga muvofiq miqdorda suv quyib olgandan keyin tayyor qilib olgan cho'ng ustamning kabob tetitqusidan bir bo'loqni quyib, yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin bayatdan tayyor qilib olgan go'shtning ustiga quyib 1 soat atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Bu oraliqda mushu qozon kabi bilan biladiganga ketanlik saylarni o'zimizning yoqtirish bo'yicha tayyorlab olgandan keyin tayyorlab olgan saylarimizni to'g'rab tayyor qilib olamiz. Kabobni 1 soat atrofida qaynatib tayyor qilib olgandan keyin kabobning ustiga bayatdan tayyor qilib olgan saylarimizni sap, yana yarim soat atrofida qaynatib silib olgan saylarimizni pishirib tayyor qilib olamiz. Vaqt to'shib silib olgan saylarimiz pishgandan keyin saylarni ayrim bir qachiga ilib oltirmiz. Oxirida o'zimizning yoqtirish bo'yicha kabobning ustiga non besib bil iste'mol qilsaqmi bo'ldi. Amsa sizlarmi shuningdek o'xshagan qozon kabining tayyorlash usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, u yanlar bir qatam tayyorlab sinab yeganlar beklam yeyishlik bo'ldi ekan. Unda bo'lsa, ma filmni yoqtirgan bo'lsanglarmi shu filmga yurak berib inkas sirayniga jiq gullarni yo'llab qo'yishni unutib qolmanglar, rahmat sizlarga.